Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan dizayner Feruz. Bugungi videomizda Kling AI haqida gaplashamiz. Bu juda ham ajoyib sun'iy intellekt. Bu sun'iy intellekt yordamida siz rasmlarni, videolarni generatsiya qilsangiz bo'ladi. Sizga mana hozir bir namuna ko'rsataman. O'zim qilgan generatsiyalarni, testoviy generatsiyalarimdan ko'rsataman. Mana. Rasmni video qilib generatsiya qildirganman. Yana har xil bu yerda animatsiyalar qilib ko'rganman. Bugungi videomizda biz o'g'limning rasmini yukladim prompt yozadigan joyiga promptimizni qo'yamiz. Promptni ChatGPTdan generatsiya qildim. 10 sekundlik video tayyorlaymiz. 40 ta bu Kling AI da kuniga tekin tangalari bor. Tekin tangalardan foydalanib taxminan 2 ta 3 ta generatsiya qilsangiz bo'ladi. Generatsiyani bosamiz. Do'stlar, generatsiyamiz tayyor bo'ldi. Hozir sizlarga qo'yib ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek hech qanday bu yerda magiya yo'q. Rasmni yuklaysiz, prompt yozasiz va kutasiz bo'ldi. Bir narsani aytib o'tishim kerak. Tekin versiyasi bor, kuniga tangachalar beradi va pulli versiyasi bor. Agar siz pulli versiyasini sotib oladigan bo'lsangiz, generatsiyalar tez amalga oshiriladi va sifatli chiqadi. Yoki ekonomiy variant bo'lsangiz, o'sha tekindan faqat tajriba uchun foydalanib tursangiz bo'ladi. Kimga qanaqa masala qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta izohda yozib qoldiringlar. Buni men shunchaki o'tkazib yubormayman. Ko'raman, qiziqib sizlarga video darslik tayyorlab beraman. Ko'rganinglar uchun katta rahmat. Like, podpiska bilan podдержка qo'yinglar. Bu menga yanada ilhom berishga sabab bo'ladi. Sizlar bilan Feruz dizayner bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.